Assalomu alaykum kanal muxlislari. Bugun sizlar bilan juda ham yeyishli, xushxo'r salat tayyorlaymiz. Bu salat juda ham menga yoqadi. Sizga ham ushbu salatni tayyorlab ko'rishinglarni tavsiya etaman. Demak, bu salat uchun birinchi bizga 300 gramm lahm mol go'shti kerak bo'ladi. Parak-parak qilib to'g'rab olamiz, yupqa qilib bo'laklarga bo'lib olamiz. Mana shu parak bo'laklarimizni ingichka somoncha shaklida to'g'raymiz. Hozir sizlarga mana qaranglar, ingichkaligi qanaqa bo'ladi. Mana shu tarzda go'shtni tayyorlab to'g'rab olamiz. Olovga tovani qo'yamiz, ozgina yog' solamiz, go'shtlarni qovurib olamiz. Birinchi qiladigan ishimiz shu. 80 ml yog' quyib olamiz. Yog' qizigandan keyin go'shtlarni solamiz, qovurishni boshlaymiz. O'rtacha olovda qovuramiz. Chiroyli qip-qizil qilib qovurib olishimiz kerak. Go'shtga tuz sepilmagan. Chiroyli qizg'ish rangga kirib olgandan keyin soya sousi quyamiz, 1,5 osh qoshiq miqdorida. Bundan tashqari 1,5 osh qoshiq miqdorida chili sousidan solamiz. Bu achchiq sous. Aralashtirib qovurishni davom ettiramiz. Qopqonni yopib, past olovda 15 minut dimlab qo'yamiz. Juda ham qurib ketmasin desanglar, ozgina suv solib dimlasanglar bo'ladi. Go'sht tayyor bo'ldi, olovni o'chiramiz, sovutib qo'yamiz. Bizga qizil bulg'or qalampiri kerak bo'ladi. 2 dona ishlatamiz, yuvib tozalab, somoncha shaklida ingichka mayin qilib to'g'rab olamiz. Salat uchun bodring kerak bo'ladi hamda markavcha salati ham kerak bo'ladi. Oldindan markavcha salatni bozordan olib kelib qo'ygan bo'lishinglar kerak. 2 bodringni to'g'rab olamiz. Chetlarini olib tashlaymiz. Bodringni o'rtasidan 2 ga bo'lamiz. Parak-parak bo'laklarga bo'lib, shu uzunlikda to'g'rab olamiz. Ingichka somoncha shaklida. Ushbu salat retseptida 2 ta tish chesnok ishlatishimiz kerak. Men markavchani sotib olganligim sababli chesnok qo'shmayman. Lekin ekranda ko'rsatib o'taman chesnokni. Bizga kashnich kerak bo'ladi. Kashnichni ham 1 sm 1 sm qilib yirik qilib to'g'rab olamiz. Xohishga ko'ra o'zingizlar markavchani ham tayyorlashingiz mumkin, lekin men tayyorini ishlatdim. Bir tarelka ishlatamiz. Chesnokni solish kerakligini ekranda ko'rsatyapman, lekin solmaganman. Chunki sotib olingan tayyor markavchada chesnok bo'ladi. To'g'ralgan masalliqlarni chuqur idishga solamiz. Hozir bizga 1 choy qoshiq maydalangan kashnich urug'i kerak bo'ladi. Solamiz. 1 osh qoshiq chili sousdan solamiz. 1,5 osh qoshiq soya sousidan solamiz. Mana endi hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Salatga ko'p vaqtingiz ketmaydi, tez, oson tayyor bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Ko'kat qo'shamiz. Aralashtiramiz. Chiroyli idishlarga solib, dasturxonga tortamiz. Bu salatni ilgari ham tayyorlab ko'rsatganman, ilgari ham etganman. Bu salatni retseptini samarqandlik oshpaz Dilorom opa berganlar, lekin hozir ular nafaqadalar. Tanjonlari sog' bo'lsin. Juda ham mazali, xushxo'r salat. Albatta tayyorlab ko'ring. O'ylaymanki, salat sizlarga ham yoqib qoladi. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.